Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, bularni aslo qilmang. Darsingizni hech qachon uy vazifasini tekshirish yo yangi mavzuni tushuntirishdan boshlamang. Metodika ilmida har qanday darsni kirish mashg'uloti bilan boshlash tavsiya qilinadi. Ikkinchisi, har qanday holatda ham o'quvchiga 2 baho qo'ymang. Bu ularni sizdan, faningizdan ko'ngli sovib ketishiga sabab bo'lish ehtimoli yuqori. Uchinchisi, sinfxonaga shoshib, asabiy, o'ta jiddiy qiyofada kirmang. Tabassum yuqumli narsa, yaxshi kayfiyat samarali muloqot garovidir. To'rtinchisi, uy vazifasini hech qachon qo'ng'iroq chalinib turgan paytda bermang. Ular baribir eshitmaydilar yoki adashib boshqasini bajarib keladilar. Beshinchisi, iltimos, o'quvchilaringizni sensirab gapirmang. Ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish o'zingizga o'rgatishning eng yaxshi usulidir. Oyat, oltinchisi, qo'ng'iroq chalingandan so'ng o'quvchilaringizni 1 soniyaga ham ushlab turmang. O'zi shundoq ham kamgina bo'lgan tanaffus nafaqat o'quvchilarga, o'qituvchining o'zi uchun ham juda muhim.